Maftun, bor o'g'loyni chaqirib ke. O'g'il opam sizni ishga chaqiryapti. Nima uchun ishlashimiz kerak? Ishlab pul topishimiz uchun. Pulni nima qilamiz? Uy va mashina olamiz. Keyinchi? Keyin mazza qilib o'tiramiz. Hozir ham mazza qilib o'tiribman-ku. Sog'ligimiz uchun. Saida, bor ana ularni qarab ke. Ronji opa sizlarni ishga chaqiryapti. Nimaga ishga chiqmadinglar? Saida, opamga o'zing tushuntirib bor. Biz pul topish uchun ishlaymiz va topgan pullarimizni yig'ib o'zimiz xohlagan narsani xarid qilib hayotdan zavq olib yashaymiz. Ammo hayot qisqa. Biz hozirdan hayotdan zavqlanib yashamoqchimiz. Shunaqa degin. Qani sen uchoving men bilan yurchi? Opa, bular nima uchun? Ertami kechmi baribir o'lib ketasiz. Shuning uchun kechiktirmasdan hoziroq o'zingizni ustunga bog'lang.